Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men matematika fani o'qituvchisi Yusupov Anvarjonman. Bugun biz sizlar bilan kombinatorik masalalarga doir matematik tushunchalarni o'rganishga harakat qilamiz. Shulardan birinchisi o'rinlashtirish. O'rinlashtirish degani bu joylashtirish. Kombinatorika diskret matematik to'plamlardan iborat bo'lib, bunda faqat qiymatlari butun sonlardan iborat bo'ladi. Takrorlanadigan va takrorlanmaydigan o'rinlashtirishlar. Bunda nima bo'ladi? Bunda aytaylik, n'ta elementdan n'tadan qilib nechta kombinatsiyada joylashtirish mumkin degan savolga javob beradi. A harfi bilan belgilaymiz. O'rinlashtirishda n elementdan n'tadan. Bu bo'ladi. Suratda n faktorial, makhrajda esa n minus n faktorial. Mana shu yerda faktorial tushunchasiga ozgina to'xtalib o'tamiz. Faktorial degani bu matematikada 4 faktorial deganda biz tushunamiz. 1 dan 4 gacha bo'lgan sonlarning o'zaro ko'payishi. Endi 1 faktorial degani nimaga? Bu 1 ga. Savol tug'iladi. 0 faktorial nima? 0 faktorial ham matematikada 1 deb qabul qilingan. Mana shulardan foydalanib, ushbu formulaga misollar yozamiz. Agar 8 ta elementdan 3 tadan qilib joylashtirsak, ya'ni n teng 8 ga n teng 3 bo'lsa, formulaga qo'yib ishlaymiz. A n o'rniga bunday yozamiz. A 8 3 barobar formulada 8 faktorial qo'yamiz. Bu yerda 8 minus 3 ning faktoriali, ayirmaning faktorial bo'lyapti. Ana endi bu yerda ayirsak 5 faktorial qo'yib 5 chiqadi faktorialning o'zi. Biz 8 faktorialni shunday yozamiz. 5 faktorial ko'paytirilgan 6 7 8. O'z-o'zidan bu ikkalasi sarf ketadi. Barobar mana bu ko'paytma makhraj 1 ga teng bo'lgani uchun 42 ko'paytirilgan 8 bo'ladi. Barobar 6 bo'ladi. 32 33 bo'ladi. Demak, 8 ta elementni 3 ta qilib joylashtirsak 336 xil kombinatsiya bo'ladi. Endi savol tug'iladi. Bu qanday o'rinlashtirish? Bu takrorlanmaydigan o'rinlashtirish. Bizning mavzumizda takrorlanmaydigan va takrorlanadigan. Takrorlanadigan o'rin almashtirishning formulasi shunday bo'ladi. n. Faqat chiziqcha qo'yamiz. Bu n'ning n'inchi darajasi. Bu nima degani? Bu misol uchun aytaylik, mana avtomobil mashinalariga nomerlar bor. Nomerlar aytaylik, shu 001 dan toki 999 gacha davom etadi hozirgi O'zbekistonda. Shu nechta kombinatsiya bo'ladi? Demak, A yozamiz. 10 ta raqam belgimiz bor. Shuni 3 tadan qilib joylashtiramiz. Barobar bu takrorlanadigan bo'lganligi uchun 10 ning nechinchisi bo'ladi? 3-inchisi.
Demak, seriya harflaridan tashqari har bir nimada, nomer belgisida avtomobillarning u mingta belgi bor. Lekin bu yerda bitta narsaga e'tibor qaratiladi. Bu yerda bitta narsaga e'tibor qaratiladi. Biz avtomobillarga 00 degan nomer bera olmaymiz. Shuni aytib tashlaymiz. 1 barobar 999 ta nomer bo'ladi. Faqat bu yerda bitta narsa 001 dan boshlab toki nimagacha davom etadi? O'sha 999 gacha davom etadi. Tushunarlimi? Mana bu nima ekan o'rtoqlar? Takrorlanmaydi. Takrorlanadigan o'rin tashlaymiz. Shu bilan bu nimamizni tugatamiz. Xayr, sog'